Assalomu alaykum. Bizni va Javlonbek Kenjayev kanalini kuzatib borayotgan aziz muxlislar, mana bugun biz sizlar uchun ajoyib loyihani yo'lga qo'ydik. Ya'ni ko'pchilikning talab va takliflariga binoan Xo'jand kvartira degan yangi Instagramda sahifa ochdik. Kimga qiziq bo'lsa, barcha ma'lumotlarni o'sha sahifadan topishingiz mumkin. Biz esa sizlar uchun hozir bir ajoyib kvartirani batafsil ma'lumotlar bilan go'zal qilib yoritib beramiz degan umiddamiz. Xudo xolasa mana shu ro'parangizdagi qizil domni borib hozir ichkarida kvartirani batafsil sizlarga ma'lumotini olib beramiz. Arentirimiz mana bu yerda ko'rib turganingizdek Abreshim, u yoqda ya'ni Glavniy oblbalnitsa. O'shaning ro'parasida qizil binoni biz hozir sizlarga batafsil tushuntirib beramiz. Azizlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz mana shu. Bu binomiz общий 7 qavatdan iborat. Biz hozir 7-qavatdamiz. Mana sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan hozir kvartiramizga yetib keldik. Xo'p, mana bu yerda va aytib o'tish kerak, bu yerda dushovoy kabinasi alohida, hojatxonasi ham alohida. Xo'p, mana bu yerda esa kuxnyamiz, ya'ni oshxona. Bu yerda bemalol o'tirib ovqatlanish sharoitlariga ega, hamma narsasi tayyor, hamma narsasi muhayyo. Mana mebellarni qo'yib o'tgan. Hammasi muhayyo qilingan. 100%. Kelasiz, yashaysiz, tamom. Javlon aka, bu yoqqa chiqing. Xo'p. Mana bu yer yotoqxona, dam oladigan joy. Bu yer ham ko'rib turganingizdek televizorlar bilan, yo mana bu mebellar bilan hammasi jihozlangan, hammasi tayyor. 100% yashash uchun tayyor qilingan. Xo'p, mana bu yerda esa balkoni bor. Bu yerdan Ves Xo'jand shahrini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana ana qarang, Xo'jand shahri qanday go'zal shahar. Ana shu yerdan kirib kelasiz, bu yoq bu uy sizga shunday ko'zingizga yaqqol tashlanadi, chunki buning rangi qizil rangda. Boshqa domlarga qaraganda ajralib turadigan dom. Azizlar, biz sizlar bilan mana shu yerda o'z suhbatimizni yakunlaymiz. Bu 60 kvadratli kvartiramiz sizlarga yoqqan bo'lsa, quyidagi Instagram sahifamizga yoki quyidagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz esa albatta sizlarga javob beramiz va keyingi kvartiralarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.